jo'jani inkubatordan ochganini olganingiz yaxshimi yoki onasidan ochgani? Albatta inkubatornikidan olgan yaxshi. Yo'q, baribir onasi tuqqanini olgan yaxshi menimcha. Yo'q, bir xilga palakat tovuqlar tushadigan bo'lsa-ga, 10-12 kundan keyin tashab qochsa-ga shuncha tuxum uvol bo'ladi. Svet o'chib qolsa-chi, nima bo'ladi? Svet o'chib qolsa, akkumulyatorga ulasa bo'ladi. Suv kamayib qolsa-chi? Suv kamayadigan bo'lsa, kattaroq bakalashga qo'yib qo'yasiz. Zato onasi ochgan bo'lsa, onasini orqasidan yetalab katta bo'lgani boshqa. Lampochkada katta bo'lmaydi-yu. Agar siz jo'ja kattartirishni bilsangiz agar, onasi ochgan ham yaxshi, inkubator ham yaxshi. Siz muhimi qaysi maqsadda jo'jani ochib kattartirishingizga bog'liq. Uni qanday qilib oson katta qilish mumkin? Balanslangan yem berasiz va vaqtida emlamalarni qilsangiz agar bespateriya katta qilasiz. Siz nima fikrdasiz? Kommentariyada o'z izohingizni qoldiring. Inkubatorni tanlaysizmi yo mana shunaqa onasi ochganni tanlaysizmi? Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoni xuddi mana shunday tovuq boqadigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying va videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.